Ümitsizlik içindeki qarindoshlarımı deydiganlarim. Salam aziz qarindoshlar. Men Tayirman. Tövendikisi mening dunyoning har qaysi joylaridagi ümitsizlik ichida ko'ngli yerim turayotgan barliq qarindoshlarımı deydiganlarim. Dunyo qorong'u va qalaymaqon. Uyg'urni unutgan. O'zimiz bo'lsak ichki ko'ngilsizlik va umidsiz narsalar bilan to'lgan. Qarindoshlarımızın ko'ngli yerim. Chunki millat sifatida ig'ir kunlarni ko'ryapmiz. Yillardan beri vatanda davomlashayotgan qirg'inchilik pasaygani yo'q. Vaziyat yaxshilangani yo'q. Vatanda bo'lsin, chet elda bo'lsin, Uyg'ur qarindoshlarimizning ahvolida cho'ng o'zgarish bo'lgani yo'q. Birlarimiz onamizdan, birlarimiz dadimizdan, birlarimiz o'g'il qizlarimizdan, birlarimiz jo'risidan, yana birlarimiz hammasidan ayrildik. Torda o'zining o'ynab yurganlarini sazoyi qilayotgan az bir qism kishilardan boshqa xalqimizning ko'p qismi Xitoyning o'xshash davomlashayotgan yo'qotish siyosatini boshdan ko'chiryapti. Atrofimizda ayg'i chiqmas ushoq chidallar, hech kimni yaratmaslik, hamma odam aski deb tashviq qilish, oldiga chiqqanlar orasidagi o'zaro o'chmanlik yoki bir-birining shaxsiy hayotiga kirishilish, yana nomus haqorat. Buların hammasi qo'shilib bizga ruhiy jihatda nurg'un ochiq, umidsizlik va hatto voz kechishlarni olib keldi. Ammo qarindoshlarim, mushunda qorong'u kunlarda biz har birimiz yolg'iz o'ltirib, navbatdagi ahvolimiz, shaxsiy va kollektiv ahvolimiz haqida, kelgusimiz haqida o'yinlaydigan bo'lishimiz kerak. Tovandikilar mening tavsiyalarim. Birinchi, mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar biz ishonchni yo'qotmasligimiz lozim. Qorong'u kunlarning eng oxirida yo'riqi bo'ladi. Hech qanday kuch, hokimiyat mangu mavjud bo'lib turmaydi. Tura olmaydi. Hech qanday qorong'u yoki zulmat mangu davomlashmaydi. Davomlasha olmaydi. Agar bizga shu oshkora bo'ldiki, bu qorong'ulik, bu zulmat xili uzun davomlashadi. Biz bu uzun safarda, bu uzun musofada bardoshlik bera oladigan kuchga ega bo'lishimiz kerak. Chidamchanlik hozirlashimiz kerak. Mayli o'zimizga, millatimizga yaxshi kunlarga bo'lgan ishonchni yo'qotmasligimiz kerak. Chunki bu ishonch hayotimizning nuri. Bu ishonchni turk o'rnida qo'llaydigan ikkinchi asos bo'lsa, mehr-muhabbatdir. Mening ikkinchi tavsiyam, biz o'zaro mehr-muhabbatni hargiz yo'qotmasligimiz lozim. Bir Uyg'urning bir-birimizdan boshqa, yana bir Uyg'urdan boshqa hech nimamiz yo'q. Bizga mangulik kerak narsa oq niyatlik, o'zaro qo'llash. Bir-birimizning bir jumla yaxshi so'zi, tiliki, yordami, ahvoli so'rashi, yaxshi yo'llarni ko'rsatishi, maslahat berishi har birimiz uchun intayin muhim. Bo'libmi biladiganlarning bilmaydiganlarni har qaysi sohada yetaklashi, o'g'itishi, yo'l ko'rsatishi bir Uyg'urning yana bir Uyg'urga beradigan eng katta yordamidir. Tushkunlashgan bir Uyg'urga yana bir Uyg'urning ilhom madad berishi, hayotning, dunyoning illiqligini his qildirishi, uning bu ig'ir kunlarda yolg'iz emasligini bildirishi texmi muhimdir. Buning aksicha bu dunyoda Uyg'urga eskilik qilgan, Uyg'urni bo'zaq qilgan, Uyg'urga haqorat qilgan, Uyg'urga azor bergan Uyg'urdinmi eski Uyg'ur yo'qdir. Uchinchi, o'zimizni asrayli. Aziz qarindoshlar, bizning nopusimiz oz. Har birimizning hayoti qimmatli. O'zimizga ko'ngil bo'lmasak, har birimiz o'zimizni asramasak, hech kim bizga ko'ngil bo'lmaydi, asramaydi. Buningda o'zimizning ruhiy sog'lomligimizni oldin o'rin qo'yishimiz kerak. Chunki bizning ruhiy sog'lomligimiz hamma narsaning asosi. Aramizda nurg'un kishilar normal emas. Sababi ular o'zining ruhiy dunyosini asramadi, qalbini asramadi. Kallasiga, ruhiga e'tiqod, muhabbat, do'stlik, oq ko'ngillik emas, balki nayt qalaymaqon, pokiz va sog'lom bo'lmagan uchur va ideyalarni qochiladi. O'chmanlik qochiladi, nafrat qochiladi, ig'vo qochiladi. O'zimizni asrashda jismoniy sog'lomligimiz texmi muhim. Yaxshi uxlab, yaxshi harakat qilishimiz, normal yeb, davomli chiniqishimiz o'zimiz uchun, oilamiz uchun qila oladigan ham qilish tegishlik eng muhim ishlarimizdan birisidir.
To'rtinchi, g'aybat shikoyat, jidal majralar hayotimizni xo'rtidi. Vaqtimiz qimmat, zihnimiz qimmat, hayotimiz qimmat, kayfiyatimiz va xushalligimiz qimmat. Kallimizning, zihnimizning sog'lom bo'lishi, xotirjam bo'lishi nihoyat qimmatli. Buni yolg'on yovdaqlar bilan, qilchi qimmati yo'q boshqalar haqidagi g'aybat bilan, tayin yo'q mazmunlarni ko'rish, taqtish bilan, umidsizlik, tushkunlik bilan isrof qilsak, o'zimizga qilgan xiyonat bo'ladi. Biz chet elda yashayotgan erkin hayot million kishilarning orzusi. Bizning bugun o'rnimizdan sog' salomat turganligimiz, bir kun yashash imkoniga erishganligimiz bizga berilgan eng cho'ng sovg'at va katta ne'mat. Biz bu erkinlikka, yana bir kun yashash fursatiga qaytaradigan javob hargiz uni arzimas gap so'zlar, g'aybat shikoyatlar bilan isrof qilish bo'lmasligi kerak. 5. Davomli o'zimizni, iqtisodiy ahvolimizni yaxshilashimiz kerak. Biz uzungacha, aziz qarindoshlar, musofir bo'lib yashashimiz mumkin. Qanchalik yashashimizni bilmaymiz. Ko'pinchimiz chet ellarga million dollar mablag' bilan chiqqanimiz yo'q. Hamma ishni noldan boshlashga majburmiz. O'zimiz uchun, keyingi avlodlarimizning yaxshi kun ko'rishi uchun, millat sifatida qad ko'tarishimiz uchun cho'qim jafoliq ishlashimiz lozim. Cho'qim jafoliq ishlab, chet elda yiltiz tiklashimiz, keyingilarga nomrodlik yoki qarz emas, balki kuch-qudrat va osoyishlik miros qoldirishimiz lozim. 6. O'zini cho'ng ko'rganlarga hayron qolmasligimiz lozim. Qarindoshlar, aramizda nurg'un kishilar o'zini nihoyat cho'ng ko'radi. Boshqalarni ko'zga ilmaydi. Shuning bilan ikki sinf shaklda bo'linish shakllanyapti. Ba'zilar pulni, yaxshi turmushni ko'z-ko'z qiladi. Ba'zilarning pulning ko'p bo'lganligi uning hayotdan haqiqiy ma'noda yaxshi yashayotganligidan darak bermaydi. Ba'zilar o'zining ovozining yo'g'onligidan, ko'p gap qildiganligidan faxrlandi. Ammo ovozning yuqori bo'lganligi, gapning ko'p bo'lishi uning to'g'riligidan, haqqoniy ekanligidan darak bermaydi. Hamma odamning uning so'zini anglaydiganligidan darak bermaydi. Ba'zilar so'rinlarning ko'pligidan, rasmga ko'p tushadiganligidan mag'rurlandi. Ammo so'rinlarning hammasi samimiy, mehrlik, ahamiyatlik, natijalik so'rin bo'lishi notayin. Agar shunday bo'lsa yaxshi. Ko'pinchisi hasham va soxtalik bilan to'ludi. Bir shaxs uchun bo'lsa yoki millat uchun bo'lsa oyoqlashmaydigan so'rin yo'q. Erkak kishining ko'p bo'lishi muhim emas, balki samimiy qo'llovchi, tushunguchi bo'lishi intayin muhimdir. Ba'zilar unvon, atoq yoki huquq bilan faxrlandi, ammo hech qanday tashqi so'lat insonga mangulik bo'lmaydi. Biz erishgan barliq narsalar bir Uyg'urga cho'ngchilik qiladigan narsa emas, balki Uyg'ur orqali erishgan bo'lishimiz mumkin. Agar mustaqil o'z kuchimizga ta'lim erishgan bo'lsak, uningga biz taqdirlaymiz, madihalaymiz, ammo u yana davomli Uyg'urga foydali bo'lishi kerakki, Uyg'urlarga ziyonli bo'ladigan, Uyg'urni past ko'radigan, tushkunlashtiradigan narsa bo'lmasligi kerak. 7. Qadri bilinmagan qarindoshlarimga. Nurg'un qarindoshlarimiz bor, nomsiz, tonilmagan, ammo jafoliq ishlayotdi. Unutilgan, kishilar qadrini qilmagan do'stim, sizga so'zim, voz kechmang. Boshqalarning sizni bilmasligi, qadringizni qilmasligi sizning xatoligingiz emas. Ularning to'g'rini va qimmatni bilmaganligidir. Ammo siz yaxshi ishni, tirishchanlikni ular uchun emas, balki yanada o'zingizning vijdoni uchun, sizga yuklangan milliy burchingiz uchun qilasiz. Sizdagi jafoliq ishlash ruhi Uyg'urning ruhidir. Uni siz yo'qotmang. U hamon boshqalarga o't bo'lib tutishidi, davomlashidi. Oldiga qarab mangan, kuchayotgan do'stimga. Siz mayli siyosat, mayli ma'arif, mayli iqtisodiy jihatda oldingizga qarab mangan bo'ling, taraqqiy qilayotgan bo'ling, siz o'zingizga, oilangizga, millatga sharaf elib kelyapsiz. Bir kuchli Uyg'ur ming ojiz Uyg'urga ilhom bo'ladi. Siz davomli oldingizga qarab minging. Pasib g'aybatlarga, hasadlarga nazar solmang. Arqangizda qilingan har qanday pasib so'zlar sizni umidlantirmasin. Yo'lingizdan to'salmasin. Kuchli bo'lgan chig'ingizda Uyg'urga yordam qiling. Haqiqiy kuch-qudrat pulingiz, huquqingizning bo'lishi emas, nomingizning mashhur bo'lishi emas, balki boshqalarning, bo'libmi xalqimizning hayotini o'zgartirishga yordam qila olishingizdir.
8. Vatandan chiqib, chet eldagi Uyg'urlarni masxir qilayotgan do'stimga. Ba'zilarning chet eldagi Uyg'urlarni namratgan, jidalxo'rkan, xalqarada hech qanday sohada oldiga chiqqan cho'ng shaxslar yo'qkan deganligini angladim. Darvaqa oramizda namratlar, jidalxo'rlar ko'p. Ammo har qaysi sohada oldiga chiqqan katta shaxslar oz emas. Bo'libmi ilm-fan sohasida nurg'un Uyg'urlarimiz bor. Siz ilm sohasida bo'lmasangiz buni bilmaysiz. Iqtisod, savdo sohasida ilgarilayotgan Uyg'urlarimiz texmi ko'p. Agar siz Facebook'la tayinib Uyg'urlarni faqat jidalxo'rkan, namratgan, ko'z ko'ringan shaxslar yo'qkan degan bo'lsangiz, Facebook barliq Uyg'ur, barliq ilg'or Uyg'urlar to'plashadigan yer emas, balki gap so'rini. Chet eldagi Uyg'urlar vatandagi Uyg'urning bir qismi. Vatandagi Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlarning yiltizi. Ular ikki millat emas, dushman emas, masxira obyekt emas. Faqat taqdir sababdan o'xshamagan siyosiy muhit va jug'rofiya ostidagi bir xalqdir. Biz hamon uchrashimiz. 9. Jon chiqib ketsimi, vatandagi xalqimizni unutmasligimizdir. Aziz qarindoshlar, vatandagi xalqimiz bizning jonu jon qarindoshlarımızdır. Qanu qon qarindoshlarımızdır. Tuqqanlarimizdir, ata-onamizdir, do'stlarimizdir. Ularning ovoz bo'lish bizning burchimiz. Ular bo'g'achqa biz bugungi kunga ulasha oldik. Ularni tashlab o'tish nomardlikdir, tuzko'rlikdir, yuzsizlikdir, qisqasi hayvonlikdir. Ularning bizdan boshqa hech qanday ovozi yo'q. Biz erkin dunyoda nima qilsak bo'ladi, nada yashasaq bo'ladi. Ammo azob ichidagi Uyg'urlarni xalqimizni unutib qolsak, qat'iy bo'lmaydi. Uyg'urimizga ziyonliq har qanday ishni qilsak, texmi bo'lmaydi. 10. Oxirdagi so'zim o'zimizga tayinish ruhi. G'oyamiz mayli shaxs sifatida, mayli to'liq mustaqillikni arzu qilayli shaxs sifatida, yoki millatning saqlanib qolishini arzu qilayli, yoki yaxshi oila qurishni arzu qilayli. Biz uchun bir davlat, bir partiya, boshqa bir shaxslar emas. Amerika yoki G'arb, Islom yoki Arab, Turkiya yoki Turkiy davlatlar hech qaysi bizning birdan-bir tayanchimiz, qayoshimiz emas. Eng oxirida biz yanala o'z kuchimizga tayinimiz, tayinyapmiz, ham tayinishimiz lozim. Ishonch va olg'a deb davomlashtirishimiz bizning burchimizdir. Oxirida men Tayrimin haddidan oshmagan, kamtar va barliq ko'ngli yerim qarindoshlarim bilan birga